Yaxshi keldingmi? Gel sen bu bizani toza uyimizni tushuntirib beraman. Bu uyimiz Urganch shahrida joylashgan 1200 kvadrat metrda qurilgan uyimiz bu. Bu uyimiz mafiyalar uyine o'xshab qurilgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu uyimizni bizdan girgan yerimiz garaj qismimiz bo'ladi. Bu yerimizda letniy kuxnyamiz ham joylashgan. Bu uyimizda bu yoqda o'ng tarafimizda podvaldan ham girsak bo'ladi bu uyimizda. Birinchi qotimiz. Undan keyin birinchi etajdan to'g'ri chiqsak ham bo'ladi. Bu bizani bog'imiz bo'ladi. Bog'imizdan biz kuzda gazonlari erchalarini ekib turib, qishim bilan ko'kartirganmiz biz bog'imizni. Bog'imizda bizada 2 dona eski plashatkamiz ham bor. Ikki tomondan girib kelaverish qismimiz bor. Bu yon tarafdan ham polniy garaj bor. Bu yoqdan ham 2 mashina sig'adi. Hozir sen kelgan ham 2 mashina sig'adigan joyimiz bor. Sen girib kelganda barbekyu ham boradi. Uyimizni shu ko'rib turgan panorama aynan bizada kuxnyamiz, o'tirib ovqatlanadigan joyimiz bo'ladi. Bu aynalarimiz ham yozning kuni polniy ochib qo'yib o'tirsa bo'ladi. Uyga girishni ko'rasan, uyga kirgan vaqtimizda bizada o'ng qo'limizda 2 dona umonlik bor. Bu stenamiz ham bizada nisushi stena bu, yuk ko'tarmaydigan devorlatib yasaganmiz. Bu yerda 2 dona umonlik, ikki chetida stelaj ham qo'yganmiz biza. Hozir sen girib kelgan eshigimizdan tashqari bizada yana bir eshigimiz bor. Bundan ham uyga girib chiqishimiz mumkin biza. Keyin girganingdan keyin bizada bu yerda 10 odamlik o'tirib ovqatlanish uchun joy ham ajratilgan. Uni yanında hozir sen o'ng qo'lingda ko'rib turgan stenang bizada bu yerimiz vodopad bo'ladi. Bu hali endi kelajakdagi aytadigan ishlarimizdan biri. Bu aynalarimiz ham o'zi spetsial podokонник qo'yganmiz biza 90 sm da. Uni ustidan panorama etib oyna ochganmiz. Bu bizani zalimiz bo'ladi, ham holimiz bo'ladi. Bu xonamizning razmeri 16 metra 6 metr bo'ladi, balandligi 5 metrdan. Bu xonamizni biz neoklassik uslubida ishlaganmiz, ko'rib tursan. Bu xonamizni qizdirish ishlari bizada radiatordan foydalanamiz. Bu ko'rib turgan lyustrang bizada 2 dona bor bu zalimizda. Har birisini buni 2000 dollardan olganmiz. Bu chistiy xrustaldan ishlangan. Bu xonamiz bizada spalni bo'ladi. Bu spalnimiz 4 metr 6 metrda joylashgan, balandligi 5 metr. Bu xonamizdan ikki tomonida oyna bor. Oynalarimiz ham poldan patologgacha panorama uslubda ishlangan. Hozircha bu xonamizda mebelировка yo'q. Bu mebellarimiz hali endi kelib joylashadi. Pollarimiz ham sifatli. Bu bizani podvalimizda tushadigan xotimiz bo'ladi. Podvalimiz ham uyimizga o'xshagan keng etib olingan. Podvalga tushgandan keyin bizda shunday keng holimiz bor bu yerdan ham. Bu holimizda bizada ovqatlanib o'tirish uchun отдельный joy, televizor ko'rib o'tirish uchun отдельный joy, kitob o'qib o'tirish uchun ham отдельный joy ajratilgan. Bizning podvalimizda bu yerda klimat kontrol ham bor. Bu xonamizni sovutadi, isitadi, undan tashqari havosini ham tozalab beradi. Podvalimizni 4 devordan ham biza MDF display bilan obshipka etib dekor bilan ishlaganmiz. Bu turgan yering bizada kitob javoni bo'ladi. Uyimizning egasi kitob o'qishdan qiziqadi ekan. Shuning uchun alohida o'zina kitob qo'yish uchun stelaj, undan tashqari o'tirib o'qish uchun miyaqki ham qo'yganmiz bu yerga. Bu o'tirgan yering hozir bizada televizor ko'rib o'tirish uchun ajratilgan yerimiz. Sana doğrunda televizor qo'yish uchun alohida televizor zona ajratganmiz. Bu televizor zonamiz ham bizada mebel bilan obshipka etilgan, MDF display bilan ishlangan. Uni davraklarida biz stelaj pastida tartma qo'yganmiz. Bizada bu koridorda boraverishingda o'ng qo'limizda kuxnya bor. Bu kuxnyani ham girib ko'rsang bo'ladi. Kuxnyamizni oppoq etib ishlaganmiz. Bu kuxnyamizdan hamma devori display laminatlar bilan ishlangan. Kuxnya mebelimizda bizada hozir sandurgada biz xolodilnik ishlaganmiz. Xolodilnikimizdan 2 ochkoli bo'ladi. Uni yanında biza chap tomonida pastda duxovka, uni ustida mikrovolnoy pech qo'yganmiz. Mikrovolnoy pechimiz bilan duxovkamiz ikkisi ham bizada внутренний joylashtirilgan. Undan keyin o'tsang kuxnya mebelimizdan bizada ozgina рабочий zona, undan keyin gaz plita ustida vitishkasi bilan qo'yganmiz. Bu vitishkamiz ham bizada klimat kontrol qo'yganmiz. Bu vitishkamiz ham bizada ventilyatsiyaga ulangan, havoni polniy so'rib chiqarib tashlaydi ko'chaga. Gaz plitamizdan keyin bizada yana рабочий zona, uni yanında bizada umonlik joylashgan. Umonligimizga e'tibor etib ko'rsang, bizani umonligimiz kuxnya mebelimizni stolichkasi bilan birga quyib ishlangan. Boshqalarnikiga o'xshab stolichka отдельный, moyka отдельный joylashmagan. Kuxnyamizni patologlarini e'tibor etsang, patologlarimizdan biza MDF bilan ishlaganmiz. Bu patologlarimizdan ham trek lampalarni ishlatganmiz. Bu podvalimizdagi holni biza yaratgan vaqtimizda trek lampalardan ishlatganmiz. Bu sen ko'rib turgan ustar kursalaring bular Turkiyadan kelganmiz. Bu 10 odamlik ustar kursi bo'ladi. Bu xona bizda spalni bo'ladi. Bu uyimizdagi kichkina bolalarning spalnisi. Bu spalnimizdan podvalda joylashgan. Spalnimizning razmeri 4 metr 6 metr bo'lib joylashgan. Spalnimizda ham ikki tomonida oyna bor. Bu oynalarimiz balandligi 1,5 metrdan bo'ladi. Bu spalnimizda ham hamma kerakli mebellari bor. Trimosi, shkafi, kravati, taburetkasi, undan tashqari отдельный o'zini ko'rib turish uchun stoyka oynamiz ham joylashgan bu xonamizda.